Qarshi shahridagi geolog sport majmuasida 18-20 yoshli havaskorlar va 20 yoshdan katta professional sportchilar o'rtasida aralash jang san'ati bo'yicha viloyat ochiq birinchiligi o'tkazildi. Unda ichki ishlar organlari xodimlari ham faol qatnashib, nafaqat ishda, balki sportda ham o'z mahoratini namoyon etdi. Tadbirda ishtirok etgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda sport va jismoniy tarbiyani targ'ib qilish masalasiga qaratilayotgan alohida e'tibor haqida so'z yuritdi. Shu kuni 10 ta vazn toifasida umumiy hisobda 117 nafar ishtirokchi bahs yuritdi. Murosasiz, qizg'in va shiddatkor ruhda o'tkazilgan janglarda kuchlilar g'alaba qozonishdi. Shuningdek, musobaqa davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi xodimlari tomonidan jangovar chiqishlar qilinib, ishtirokchilarga ko'tarinki ruh bag'ishlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kuni 18-20 yoshli havaskor sportchilar orasidan har xil vazn toifasida 30 nafari birinchi, ikkinchi hamda 3-chi o'rinlarni egallagan bo'lsa, 20 yoshdan katta professionallardan 9 nafari g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston polvonlar nima deydi? Eng zo'r sportchilar yurti, lekin o'shanda katta o'rin qo'shib kelayotgan polvonlar Qashqadaryodan shu sportga, ta'limga juda katta e'tibor berishyapti. Xudoga shukr, bu natijasini ko'ryapmiz. Mana shu aralash sport jangidan ham ertaga Xudo xohlasa respublika bosqichlarida dunyoga bayrog'imizni olib chiqqanda qandaydir sababchi bo'lganimizdan xursand bo'lamiz. Bugungi hamma jang qilayotgan aka-ukalarimizga omad tilaymiz. Yakunda har bir ishtirokchi munosib taqdirlandi. Albatta, bu kabi bellashuvlar aralash jang san'ati yo'nalishini rivojlantirishda, yosh sportchilarning tarbiyasi, xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.